Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh, fayzli obunachilar. Bugungi rolikimiz Ray Centerdamiz, hurmatli obunachilar. Hamma o'ja qulay, hech qanday muammo yo'q. Ko'chamiz asfaltini ko'rib turganingizdek, joyimizni eldi 16 metr, 8 metrdan bo'lingan, hurmatli obunachilar. Ellarida daraxtlar ekilgan, salmalar polni qo'yilgan, steshkalar qilingan, balkonuna ega, korobka holida zudlik bilan sotiladi, hurmatli obunachilar. Pramoy mulk egadan ekan, hech qanday muammo yo'q. Transportdan ham muammo yo'q ekan, hurmatli obunachilar. Eling chiqdingiz 19 Umid market, hamma narsa qulay, nizomiy maktab. Bog'cha ham yanında xususiy ham bor, davlatniki ham bor, hurmatli obunachilar, hech qanday muammo yo'q. Doğru bir chetdan danışib o'tamiz. Gaz, svet, suv hamma eldan o'tib turibdi ekan. Kolodeslar chiqqan ekan, hurmatli obunachilar. Berimiz ham plita bilan bosilgan, balachina qilingan, hurmatli obunachilar. Naves qilsangiz, hatto garaj etsangiz ham bo'laveradi. Berimiz atizimiz omdana salmonmiz, hurmatli obunachilar. Ishlarimiz ham yaxshi ishlardan qo'yilgan. Troytillar jemchuq svetda olgan ekan. Bismillah. Berimiz dalan qismimiz. Dalanimiz ham keng, kolodeslardan chiqib turibdi. Dalanımızın razmeri 3,5 8,5 metr kamında. Berimiz yine plita bilan basılıb turibdi, hurmatli obunachilar. Berimiz zal qismimiz ekan. Beram 3,5 6 metr, hurmatli obunachilar. Hamma o'ja qulay 210 metr kvadrat, hurmatli obunachilar. Korobka holida zudlik bilan sotiladi. O'zingiz xohlagandek remont qilsangiz mumkin. Xolasangiz spakovka, fonda, atachenta, new klassika, xolasangiz aboy qilsangiz ham bo'laveradi. Berimiz Ispaniyamiz ham katta ekan, 3,5 4 ekan, hurmatli obunachilar. Berimiz oshxonamiz ham 3,5 4 metr, hurmatli obunachilar. Berimiz sanuzelimiz ham mening polisi yarmidan ko'p pishgan ekan. Beram kamida 2 ga 3,5 metr. Berimiz bog' qismimiz. Bog'imizni ham ko'rishingiz mumkin, kladovkalar ham bor. Hamma o'ja qulay. Berimiz ening, hurmatli obunachilar. Zo'r etib kladovka qilib qo'ydi. Berimiz toza joyini. Joyimizning orqa tomonidan ko'rinishi 210 metr kvadrat. İşi duruşunda satiladi ekan, hurmatli obunachilar. Narx ham shikolat baho, hurmatli obunachilar. Narxi 710 million so'm. Ustida 1-2 so'm xayrina qaytib beramiz deydi. Hozir ikkinchi qavatini tanishtirib o'tamiz deng shu yerda. Chiqib ko'zdaman hozir, hurmatli obunachilar. Ikkinchi qavatga chiqdik, hurmatli obunachilar. Berimiz dalanning usti. Berimiz oshxonamizning usti. 3,5 4. Yani iki tomondan bor. Xolasangiz chap, xolasangiz o'ng. Hamma o'ja qulay. Hech qanday muammo yo'q. Berimiz Ispaniyamiz usti. Berimiz ham xuddi shunday 4 metr salkam. Kattaroq qilingan bu. Berimiz yana zalning usti. Zal 3,5 6 metr ekan, hurmatli obunachilar. Balkona yana ko'rinib turibdi. Balkon qismimiz. Yerimiz dalanning usti. Dalan shu yerdan zina kelsa, güzel eskilaversa, xolasangiz taxtadan, xolasangiz betondan, og'och bilan bostirilgan. Kamida 6 metr bosh yo'lacha. Berimiz balkon qismimiz. Ening joyimiz. Hamma o'ja qulay. Narxini aytib o'tdik, kadastr hujjatini ega. Do'rna tarishda pulingizni beraverasiz. Pramo egada. Hurmatli obunachilar, keyingi ro'yxatda görüşguncha deymiz. Sog' bo'ling, Alloh salomat.